Mehr ko'zda dil xiralik bo'lmasin. Ne'matilla aka, bu mashinani rostakasım O'zbekistonda yagona bo'lgan Li7 qilib yoribsiz, gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda emas, SNGda bitta bo'ldi. Maqtanishga arziydigan tuning bo'ldi. Yaponskiy stilda qilganmiz. Menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak, bunga nima ishlar qilingani va nech pul ketganini hozir endi bilib olamiz. O'zingiz bir chetdan ko'rsatib berasiz Ne'matilla aka va summalarni ham aytib ketaverasiz. Rangiga keladigan bo'lsa, rangi o'zgargan. Poliuretan $2500. Hop, ketdi. Polniy body kit, arkalar chiqazilgan, ko'ryapsizlar. U $2800. Menga qiziq bo'layotgan narsa bu mashinani diskasi. Bu diska katta, bu nech pulga tushdi va bizani yo'lda bu diskada yurish qiyin emasmi, chunki yamalar bor. 23 razmerda diska, to'g'ri qiyin, oy belada sekin pnevmasini churib qo'yib, akkuratni yursangiz bo'ladi lekin. 23 razmerda diskamiz. Diska bilan ballonning narxini bitta deb ketaman. Hop,